Vnukovo aeroporti ishlar qalay bo'lyapti deganlarga javob. Kechasi soat 2 da kelganman Vnukovo aeroportiga. Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Yaxshimi? Soat 2 dan beri mana endi zakaz berdi. Elit bilan ishlar shunaqa bo'lyapti. Bu samolyot qo'yyapti. Unda ham aeroport o'zidan emas, oldidagi gostinitsadan berdi. Kechasi shaharda aylandim, o'rgildim, 2 soat yurib, keyin bir aeroportga kiraman ekan deb keldim. Unda ham mana aytganimdek, soat 9 da, soat 2 da kelgan odamga soat 9 da. Unda ham aeroportdan emas, oldidagi gostinitsadan berdi. Poyezdkamiz cho'zilib ketdi. Kazanskiy vokzalga keldik. 1 soat 20 minut o'tib ketdi. Itogo 8600 rubl bo'ldi. Nичего страшного. Bitta adres bor edi, uni atmen qiluvdi. Keyin sho'chiga o'tib qoldi. O'zi aslida 7400 plus yana 1200 qo'shilib qoldi.